Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Tinchmisizlar? Bugun mana yana bir kamilla gulimizni tuvakka ko'chiramiz. Bular mana bunday ko'rsanglar xaltalarda kelgan. Buni qirqib olib tashlab tuvakka o'tkazamiz. Kamilla chiroyli gul bo'lishi bilan birga biroz bizi iqlimimizga mos kelmaydigan jihatlari bor. Bizda o'ta issiq bo'ladi. Bular esa 10-25 gradusli havoni yoqtiradi. Hamda namlikni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun albatta bularga vaqtida suv quyib, o'ta issiq kunlari panaroqda saqlab turishimiz kerak bo'ladi. Mana buni mana shu matoni olib tashlaymiz. O'tkazayotganimni ko'rsatib berishimni so'rashganda, avval kamillani o'tkazganimni ko'rsatmagandim. Buni albatta ko'rsatib beraman deb niyat qildim. Mana buni tozalab oldik. Hozir buni mana teklarini qarasak, mana tomirlari juda ham yaxshi. Loyini ajratib yubormaymiz. Shu loyi bilan o'tkazamiz. Bunga kislik torf, albatta kislik torf gulchilardan so'rasanglar beradi. Shundan solamiz tuvakka. Mana tuvakka solib kislik torfda shunga o'tkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday holatda o'tkazamiz. Tuvagimiz u darajada katta bo'lmagani uchun tagiga torfni solib, undan keyin qo'ydim. Sababi torf nam ushlab turadi. Qancha bunga ko'p nam bo'lsa, shuncha yaxshi. Faqat bizdagi o'ta issiq kunlarida tik quyoshga qo'yib qo'ymanglar. Ko'pchilik shunga e'tibor bermayapti. Keyin qurib qoldi deydi. Bularni bargi to'kilgan bilan Xudo xolasa mana shu tanasi chidamli bo'ladi. Bular to'yintirib suv quyib turamiz. Kuniga tegidan suv bersa yana ham yaxshi bo'ladi. Bularni birorta chuqurroq idishga solib suv quyib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. Yoki tuvakni o'ziga suv quysak ham bo'ladi. Keyin 10 kun, 15 kunda vitaminli gumi, kemira hamda mahalliy o'g'itlardan qilingan sharbatlarni ham quyib turamiz. Yodinglardan chiqmasin. Mana bu joyini juda ko'p torf bilan ko'mib tashlamaymiz. Biroz yengil qilib berib qo'ysak bo'ladi. Mana bunga endi yaxshilab to'yintirib suv quyamiz. Iloji bo'lsa tegiga o'sha biror laganmi chuqurroq idish qo'yadigan bo'lsak, shunga suv quysak, tomiridan suv ichsa teshiklardan yana ham yaxshi bo'ladi. Kamilla guli nihoyatda chiroyli. Ko'rib turibsizlar. Yapon atri guli deb aytiladi ko'p joylarda. Nomi ham chiroyli. Kimda shu gullar bo'lsa, buni albatta yozda jaziramasdan ehtiyot qilishinglar kerak bo'ladi. Mana o'tkazib oldik. G'unchalarini ko'ryapsizlar, nihoyatda g'unchalari ko'p. Kamilla gulimizni ikkinchisini yoniga olib qo'yamiz. Keyingi safar ularni yonma-yon turgan holatidagi videolarni ham qo'yib boramiz. Mana kunduzi bilan vaqtim bo'lmadi. Bilasizlar, hozirgi paytda boradigan joylar, kasallarda yo'qlovlar ko'payib ketdi. Shuning uchun kunduzi vaqtim bo'lmagani uchun kechki salqinda ekishga qaror qildim. Ko'zinglarda quvnatsin.
Judayam chiroyli. Menga fikr bildirib, like bosib, kommentariyalar yozayotganlar hammanglardan judayam xursandman. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzun, rizqinglar ulug' bo'lsin. Mana torflarni olib qo'ydim. Biroz buni keyinchalik ham ishlataman. Oz-ozdan agar bu yotib ketsa, yonlariga solib turaman kelasiga ham. Ilohim charchamanglar, boringlarga shukr.